Dastlabki gaz bulutlari va kosmik changda tortishish kuchi yulduzlarni hosil qildi. Gravitatsiya yulduz tizimlarini ulkan galaktikalarga birlashtiradi va ularni cheksiz kosmos bo'ylab sayohatlarida boshqaradi. Vaqtning tinimsiz oqimi koinot evolyutsiyasini shakllantirish orqali aql bovar qilmas mo'jizalar yaratdi. Ba'zi galaktikalar bir-biriga shunchalik yaqinlashgan ediki, ular kuchli tortishish ta'sirida birlashadi. Bu qanday ajoyib manzara bo'lishini tasavvur qiling. Koinot rivojlanish jarayonida ma'lum davrlarni bosib o'tdi. Boshlanishi va oxiri o'ziga xos bosqichlar bilan belgilangan ulkan davrlar. Bu burilish nuqtalari ichki mo'jizalarning tug'ilishi va o'limidir. Biz juda katta evolyutsion ketma-ketlikning bir qismimiz. Ya'ni biz kosmik evolyutsiya mahsulimiz. Gravitatsiya buyuk yaratuvchi, olamlarning me'moridir. Ammo uning uzluksizligi ham halokatdir. Chunki u juda vayronkor. Quyoshimizdan 15 barobar kattaroq yulduz o'zining tortishish kuchi ostida qulaganida, uning yadrosidagi barcha moddalar nihoyatda kichik va zich bo'shliqqa siqiladi va bu bo'shliq qora tuynuk deb ataladi. Qora tuynuklarning ulkan tortishish kuchi yulduzlarni parchalab tashlashga qodir. Ular yulduz yuzasidagi materiyani o'z orbitasi tomon tortadi. O'ta qizigan materiya qora tuynuk og'zi atrofida aylanadi va ularning markazlaridan ulkan radiatsiya oqimlari otilib chiqadi. Garchi bu radiatsiya oqimlarini koinotning boshqa chetidan kuzatish mumkin bo'lsa ham, qora tuynuklarning markazlari sirligicha qolmoqda. Hatto yorug'lik ham ulardan qochib qutula olmaydi. Shuning uchun ularning ichki qismi bizdan abadiy yashiringan. Yulduzning hayoti davomida energiya va tortishish kuchi o'rtasida doimiy kurash bo'ladi. Yulduzning yoqilg'isi tugashi bilan u milliardlab quyosh yorqinligida portlaydi. Yulduz parchalanib ketadi
hayoti davomida yaratgan barcha elementlarni koinotga sochib yuboradi va o'ladi. Bular o'ta yangi yulduzlar portlashi natijasida chiqarilgan elementlardan hosil bo'lgan yangi yulduzlardir. O'lik yulduzlarning qoldiqlaridan yangi yulduzlar tug'iladi. Va bu universal o'lim va qayta tug'ilish jarayonidan biz kelib chiqdik. Chunki 5 milliard yil oldin bizning quyoshimiz xuddi shunday tumanlikdan hosil bo'lgan. Vodorod bulutlar tortishish kuchi ta'sirida tobora zichlashib, markazga qulab boradi. Va yangi yulduzning hayoti boshlanadi. Quyosh deb ataladigan yulduz tug'iladi. Uning atrofida sayyoralar tarmog'i shakllanadi. Ularning orasida yer ham bor edi. Quyosh tizimining shakllanishidan qolgan qoldiqlar yer bilan to'qnashadi. Dunyo hayotni erigan do'zax sifatida boshladi. Ilk qit'alar shakllanish jarayonida yerda jonsiz vulqonlar hukmronlik qilayotgan edi. Ammo okean tubida hayot allaqachon boshlangan edi. Eng so'nggi nazariyaga ko'ra, suv osti vulqon teshiklaridan otilib chiqayotgan kimyoviy moddalar qotib, birinchi hujayralarning shakllanishi uchun zarur sharoitni yaratadi. Taxminan 3 milliard yil davomida oddiy mikroskopik organizmlar yerdagi eng rivojlangan tirik mavjudotlar edi. Sayanobakteriyalar va boshqa kislorod ishlab chiqaruvchi mikroblar paydo bo'la boshladi. Bu o'simlikka o'xshash mikroblar koloniyalari atmosferaga juda ko'p miqdorda kislorod chiqarishdi. Kislorodning bu qadar ko'payishi hayvonot olamining paydo bo'lishida eng muhim omil bo'ldi. Organizmlar nafas olish uchun kislorod ishlab chiqarishni boshladilar. Bu esa murakkabroq hayot shakllarining paydo bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'p energiyani ta'minladi. Murakkab hayot paydo bo'lishidan oldin Yer o'z tarixidagi eng katta muzlik davrini bosib o'tdi. Keyin esa birdan ko'p hujayrali rivojlangan organizmlar paydo bo'ldi.